sifatli arzon darvozalarni ko'rsatib o'tamiz. Eni uchi 90, bo'yi uchi 60 bo'lgan. Materiallari buni shveller yondor qismi 10 ga 5 lik shveller ishlatganmiz. Qanot profillariga 6 ga 4 1.5 stenadan ishlagan. Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turganlar, sizlarga darvozalarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Sifatli arzon darvozalarni ko'rsatib o'tamiz. Bu darvozamiz afsona fason darvoza. Darvozamiz razmeri eni uchi 90, bo'yi uchi 60 bo'lgan. Materiallari ponni qalinga ishlangan. Korobka qismi 8 ga 12 lik bursdan ishlatganmiz. Kirish eshiklari o'ng tomonda addenli bo'lgan. Qanot profillariga kelsak 8 ga 4 1.7 stena ishlatilgan. Asosiy qismi listlari 1.8 listdan 2 qavat qilib ishlangan. Buni o'rtalari kraska qilingan, shumka qilingan garantiyali darvoza. Kraska qismlari ham gruntovkalar sepib, sifatli shpaklovkalar ishlatganmiz. Kraskalari ham shu original Devo kraska sepilgan. Endi bu narxiga keladigan bo'lsak, narxini 1.350.000 so'mdan tayyorlab beramiz. O'zbekiston bo'yicha telefon qilishsa, borib o'lchab, narxlarni kelishtirib qilib beramiz. Undan keyingi darvozamiz Dubai fason darvoza. Darvozaning razmeri eni uchi 80, bo'yi 3.5 bo'lgan. Bu ham o'ng tarafda kirish eshigi. Materiallari buni shveller yondor qismi 10 ga 5 lik shveller ishlatganmiz. Qanot profillariga 6 ga 4 1.5 stenadan ishlagan. Listlari ko'zlari kattaligi uchun bunga 2 lik list ishlatganmiz. Darvozamiz narxi 1.400.000 so'mdan qilib beramiz. 2 lik listga bo'lsa, 1.8 listga bo'lsa 1.300.000 so'mdan chiqadi. Buni ham kraskalari Devo kraska, laklari matviy lak bo'lgan. Darvozaga ruchka qo'yilgan. Ochib yopishga udobniy bo'lsin deb. Kraskalari ham original Devo kraska ishlatilgan. Undan keyingi darvozamiz high-tech fason darvoza. Buni razmeri kattaroq, eni 4.23, bo'yi 3.60 bo'lgan. Darvozamiz narxi 1.350.000 so'mdan tayyorlab beramiz. Buni ham shvellerdan ishlangan, korobka qismlari, listlari 1.8 listdan 2 qavat shumka qilingan. Darvozaga nerjoykalar ishlatilgan, o'rtalariga ham mana. Bu nerjoykalar ham sifatiga garantiya beramiz, zanglamaydi, ko'chib ketmaydi. Bu darvozamiz turetskiy high-tech fason darvoza. Eni uchi 90, bo'yi 3.40 qilingan, kirish eshiklari o'ng tarafda bo'lgan. Listlar 1.8 listdan 2 qavat, yondor qismi 8 ga 8 profil ishlatilgan, qalindan. Qanot qismlari 6 ga 4 1.5 stena ishlagan. Darvozamiz narxi 1.300.000 so'mdan tayyorlab beramiz. Trenddan tushmaydigan taroq fasonni ko'rsatamiz endi. Razmeri eni uchi 90, bo'yi 3.60 bo'lgan. Kimga agar razmeri to'g'ri keladigan bo'lsa, olib borib o'rnatib beramiz. Buni narxini 1.200.000 so'mdan qilib beramiz. Buni ham materiali ponni qalinga ishlangan. Korobka qismlari 8 ga 8 qalini, profillari 6 ga 4, listi 1.8 listdan 2 qavat ishlangan. Gruntovkalar sepilgan, kraska hamma joyiga garantiya beramiz. Tepa qismlari ham lazer bo'lgan, havo aylanadigan. Endi bu tarafda shtampovka darvozalarimiz. Bu high-tech fasonda shtampovka varianti. Buni eni 3.50, bo'yi 3.70 bo'lgan darvoza. Listlari 1.3 lik listdan, yondor qismlari 8 ga 6, qanot qismlari 6 ga 4, 6 ga 4 1 lik stena ishlatganmiz bu joyiga. Shtampovkalarni ham hammasiga gruntovkalar sepilgan, kraska qismlari hamma joyiga garantiya beramiz. Narxi 650.000 so'mdan qilib beramiz buni. Keyingi shtampovka darvozamiz bu 700.000 so'mli varianti. Nerjoykalar ko'proq ishlagan darvozaga. Ozgina mehnat ko'proq. Yondor qismiga ham e'tibor berasizlar. Buniki 8 ga 6, buniki 8 ga 8. Qanot profillari 6 ga 4, buniki ham. Bu listi nomi Dubai darvozani shtampovka varianti bu. Shu 700.000 so'mdan tayyorlab o'rnatib beramiz.
Undan keyingi darvoza Dubai liska high-techni gibrid qilib ishlangan shtampovka darvoza. Buni razmeri 3x3 darvozamiz. Kirish eshiklari o'rtada o'ngda qilib ishlangan. Buni ham materiallari 1/3lik lis, 6x4 profil. Hamma shtampovka darvozalarimiz tagiga shveller ishlatganmiz mana. Mashinalar yuki bilan kirganda ham ezilib, darvozaning zazorlari qochib ketmaydi. Hammasi garantiyali ish bo'ladi. Agar ishlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, nomer qoldiramiz, aloqaga chiqsa, o'zimiz borib joylarni o'lchab, olib borib o'rnatib beramiz. Shtampovka darvozamizga ozgina yangilik qilib ishlaganmiz. Nerjaveka qismlari lisli darvozani vidini beradi bu darvoza. Eni 287 qilib ishlangan, shu turishiga bo'yi 3,5. Общий 10 kvadratli darvoza O'zbekiston bo'yicha 7 millionga olib borib o'rnatib beramiz. Lislari 1/3lik lis, gruntovka sepilgan, tagi shveller, 6x4lari ham birligidan bo'ladi. Kimga ishlarimiz sifati ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol nomerlarni qoldiramiz. Chetdan turib ham aloqaga chiqsa bo'ladi. WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube hamma ijtimoiy tarmoqlarda million darvoza deb kiritilsa, bizning o'zimizning kanalimiz chiqadi.